Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Rajab oyi kirganda quyidagicha duo qilardi ekanlar. Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon deyardi ekanlar. Ey Allohim, Rajab va Sha'bon oylarida bizga baraka ato qilgin va bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin. Biz ham buni duo qilishimiz kerak. Rajab oyida nima amallar qilish kerak? Ulamolarimiz aytadiki, Rajab oyida maxsus qilinadigan biror bir belgilab qo'yilgan ibodat yo'q. Lekin Rajab oyida payg'ambarimiz alayhisalom ko'p nafl roza tutganlar. Shunday ekan azizlar, Rajab oyida agar imkoniyatimiz bo'lsa, sog'ligimiz ko'tarsa, himmatimiz ko'tarsa, roza tutaylik. Va bu albatta bizni Ramazon ro'zasiga tayyorlaydi. Va bu oyda eng asosiysi azizlar, biz Ramazonga ma'naviy tayyorlanishni boshlashimiz kerak. Xafa qilganlardan uzr so'rash, haqqi borlarning haqqini ado qilish, xonadonimizga ma'naviyat, ma'rifatni olib kirish, tarbiyali, musaffo bir holatda kirishlikka harakat qilmoqligimiz